Hop. Doktor, nima qilyapsiz hozir bunga? Xo'p, xudo xolasa bu buzog'imizda ruminektomiya operatsiyasini boshlayapmiz. Mana junini qirib tozalab oldik. Endi bu yerda uncha mikroviruslarni tozalab olish maqsadida oddiy yo'ldan joyini dezinfeksiya qilib olamiz. Hop, operatsiyaga tayyorgarlik qilinyapti hozir. Ha, xudo xolasa operatsiyaga tayyorgarlik boshlandi. Endi narkozini beramiz. Narkoz necha gramm ketadi endi bularga? Shu holatiga hozir 0.8 atrofida beramiz. 0.8. Tushunarli. Obunachilar, xudo xolasa molimiz endi nimasi bor bilmaymiz-u. Oshqozonida endi balkim ipdir, balkim kilankadir, balkim qopdir. Nimadir yeb qo'ygan ekan. Hop, 3 kun 4 kundan beri molda qonni dam bo'lib qaytmayapti. Oshqozondagi ovqatlarini ham qaytarib tushirdik, ta'sir qilmadi. Mana qonida dami chiqadi-yu, 1-2 soatdan keyin yana qonni damlanib, yana qonni shishni boshlayapti. O'shaning uchun Allohga tavakkal qilib operatsiya o'tkazishga harakatini boshladik. Bu yoqda doktorimiz Abdumutal xolasa o'zlari chiroyli qilib Allohdan so'rab operatsiyaga tayyorgarlik qilyaptilar. Hozir hayvonimizga mahalliy narkoz joyiga beramiz. Kesadigan joyimizga narkozni beramiz. Xo'p, buni ichida endi hozir har qanaqa narsa bo'lishi mumkin. Sabablar, taxminlar ko'p. Ipmi, salafonmi, o'sha hisobiga ishlatgan bo'lishi mumkin. U narsa chiqmasligi ham mumkin. Ishiga sabab oshqozonda narkoz ta'sir qildi. Xolasa narkoz ta'sir qilishni boshladi shekilli. O'tirsin. Hop, ichida oshqozonda tuklar to'kilib ketgan bo'lsa ham, silliq bo'lib ketgan bo'lsa ham, ichi o'shani hisobiga ham hazm qilish bo'lmaydi hayvonda. O'sha hisobiga ham ishlaydi. Oshqozonda tuki bo'ladimi oshqozonda? Oshqozonni qirib tozalaymiz, masalan, oshqozonni qirib tozalaymiz. Bo'ldi, tushunarli. Ash narsa to'kilib ketadi. Nima sababdan to'kiladi u? Makro elementlar, hop, vitaminlar yetishmasa ham to'kilib ketadi. Keyin bir xil joyda soydan yoki ariqdan suv berishadi-da. Bir joyda operatsiya qildik, endi shunaqa joydan berishar ekan. Operatsiya qildik, oshqozonda ichmay silliq bo'lib ketgan. Ancha qum chiqqan ichidan. Hop, agar to'kilib ketgan bo'lsa, operatsiyani haligisi bormi? Foydasimi? Foydasi. Yo'q, foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Baribir hayvonda qorin damlab hazm qilish bo'lmaydi. Xolasa ekan mana kesib oladigan yerimizga ham narkoz, o'sha o'zimiz mahalliy narkozdan jo'natdik. Molimiz hozir sekin o'zi narkoz ta'sirida ketyaptilar uyquga. Xo'p, akalar, kanalimizda rivoji uchun qo'llaringdan kelgancha maksimalniy poddushka qilib turinglar. Xudo xolasa, hop, kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa manfaatli video qilishga qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Videoni o'tkazmasdan ko'rib turinglar. Xudo xolasa operatsiya jarayonini ko'rsatib boramiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana operatsiya jarayonimiz boshlandi. Ichidagi narsalari mana ipmi, nimadirladi, yebdi jonivar. Ip ekan, simon bormi, doktor? Asosan ip. Simon bor ekan. Simon bor ekan. Hop, chorvachi akalar, ehtiyot bo'lishlaringni so'rab qolamiz. Prisip, kilanka, latapta, boshqa narsa, hamma narsada endi xullas mol yeveradigan narsa. To'rga o'xshagan narsa yeverganmi bu? Ehtiyot bo'laverasizlar, xudo xolasa. Hop, hurmatli obunachilar, molimizni ichidan tuki ham tekizib ketgan tamam. Tosh shog'alam chiqib kelyapti. Xudo xolasa videoni o'tkazmasdan oracha ko'rib turinglar.
ichidan nimalar chiqqan hamma narsasini boshdan oyoq ipidan ignasigacha ko'rsatib boramiz. Inshaalloh. Ha, shu oshqozon tuk ko'rgan bo'ladi. Oshqozon tukun to'g'raganda shu shag'al. Inshaalloh. Oshqozonni tozalag'animizda ichida tuk bo'ladi-yu. Mhm. Hech narsa tuk ko'rgan. Ish qilamish natijasi. Tushunarli. Obunachilar molni ichidan sim ham chiqdi. Mana bunday to'rga o'xshagan narsa ham chiqdi. Shog'al chiqayapti, mayda tosh chiqayapti. Bilmayman buni bizdan oldin boqqan odam shog'alda boqqanmi? Hayronsan odam. Buzog'imizda rumentomiya operatsiyasini o'tkazdik. Oshqozonni mikroflorasini to'g'rilab bergani, flora bilan probiotikidan tashlayapmiz ichiga. Xudo xohlasa endi tikish jarayonini boshladik. Videomiz qiziq bo'lsa bitta olovchadan shuni bosib qo'yasizlar. Xudo xohlasa to'lig'ini qo'yamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, Allohga behisob shukr, mana molimiz operatsiyadan chiqdilar. Xudo xohlasa hozircha holati yaxshi. Xo'p, endi hozir akalar quruq hasha berib turibmiz. Qaqquruq somon. Endi 2 kun, 3 kunga quruq somon berib turasan deyishdi. Mana xohlasa ichidagi narsalarni olib tashladik-da, uni tikib, dori-darmonini qilib qo'ydik. 2 kun, 3 kun qaqquruq hasha berib, ana undan ketin chicha akalar kepak bilan tuxum berib tursang bo'ladi deyishdi. Jonivor ozgina qiynaldi lekin. Endi hali yosh narsa, narkozni ham ta'siri sekin ketib, og'riq endi bilinadi baribir, iloji yo'q. Hech imkoniyati bo'lmadi, to'g'risi. Lekin dori-darmon bilan, ukol bilan tuzatib berishdi. Har taraflama qilib ko'rdik. Qoringa hop, shilanka tiqib, obunachilar shilankada havosini tortib, hazm bo'lmayotgan ovqatlarni shilankada tortib olib tashladik-ku, baribir umuman bo'lmadi. O'sha ko'rdingiz-ku. Sim bor ekan ichida, akalar, shog'al bor ekan, tosh, mayda toshlar. Hop, keyin to'rga o'xshagan narsa bor ekan, o'sha nimadir, o'sha dalada yeb qo'yganmi endi, dehqonda uyda yeb qo'yganmi, bilmayman endi unisini. Va xolasa holatlari yaxshi. Videomizni tugamasdan kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, akalar. Hop, sog'ayish jarayonlarini ham va xolasa yuklab olishga harakat qilamiz. Bir hafta 10 kun qilib. Assalomu alaykum, Vodius kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka do'st birodarlar. Obunachilar, Alloh xolasa videolarimizni ko'rdingiz. Bir molimiz endi ayrim bir sabablarga ko'ra ozgina mazasi qochib qolib, operatsiya qilishga majbur bo'lib qoldik. Iloji umuman bo'lmay qoldi. Har taraflama harakat qilib ko'rdik, bo'lmadi umuman. Xo'p, Ozodbek molimizni bitta ko'rsatib qo'yasiz uka. Bu molimizda obunachilar, hop, bugun uyimizga kelganiga 5 kun bo'ldimi, 6 kun bo'ldimi Ozodbek? Ya 5 kun ya 6 kun bo'ldi, akalar. Dehqon akamizdan bozordan olgandik. Keldi. Bir kun yaxshi yeb yurdi. Kechqurun o'sha soat aylanib endi mollar yotishdan oldin bitta ko'rib baliq qo'yamiz deb og'il tarafga kelsam, molni qonni ishlayotgan ekan. Shu bilan doktor chaqirdik, kechqurun soat 10-11 da doktor chaqirdik, qorinini majburan bo'shatdik. Qaytqizadigan ukollari bor ekan, ukol nomi to'g'risi esimdan chiqib qoldi. U ukoldan qildirib, molni oshqozonidagi narsalarni qaytarib tushirdik. Suv bormi, havo bormi, nima bo'lsa. Ovqatini ham yegan narsalarni tushirdik. Damini chiqardik. Xullas, ertasi kuni ertalab turib yana qarasak, yana molni qonni ishgan. Shu tariqa yana davom etaverdi. 2 kun, 3 kun. 3 kun molni qonni ishiyverdi. Dori ham berib ko'rdik, chimiritsa ham, kola ham, oshqozonni yuvdiradigan narsa, hamma narsa. Umuman iloji bo'lmadi, operatsiya qilmasdik. Xudo xolasa mana molimiz operatsiya qildik, operatsiyadan xudo xolasa yaxshi chiqdi. Endi bundan buyog'i endi duoni qilib, Xudoyimdan so'rab turamiz. Jon Allohniki. Nasib qilgan bo'lsa, o'zimizga qaytaraveradi. Nasib qilmagan bo'lsa, endi bir narsa bermaymiz. Bu molimizni o'sha aytib o'tilgandek bozordan olgandik, dehqon akamizdan. Nomerlarni bergandilar. Nomerlarga telefon qildik, shunaqa holat deb tushuntirsak, bo'ldi-ku dedilar. Hozir men shunaqa ko'chadaman.
keyinroq aniqlaman, telefon qo'yaraman dedilarda, shu bilan qaytib telefonni olmadilar. Hani bu gapimni aytishimning sababi ba'zi bir akalar aytib yozishyapti kommentariylarga. Savdogarlar bunaqa aldaydi, savdogarlar bunaqa aldaydi. Akalar faqat savdogar emas, dehqonlar ham, dehqonlarda ham. Insof endi hamma o'ziga bersin, o'ziga bersin. Endi nima deymiz? Peshana nasib qilganmiz o'zimizga. Va xolasa akalar operatsiyadan chiqdik. Operatsiyada ko'rdingiz, ozgina sim chiqdi, ichidan shag'al chiqdi moldi. Hop, yana to'rga o'xshagan narsa chiqdi. Xudo xolasa oldik, oshqozonni hamma o'sha ko'lagan yerlarimizda tikib, hozir bitadigan narsalarni, ukollarni qildirdik. Endi oshqozonni tukib bo'lar ekan, doktor aytib o'tdi. Mana video davomida ko'rayotgan bo'lsalar kerak. Hop, oshqozonni tuki ham moldagi qirilib ketibdi. Tekkiz bo'lib kelganda oshqozonda ham hech narsa yo'q. Tep-tekis, umuman tuk qolmagan. Hop, endi buni doktor aytdiki, aka tuki qirilgan. Bu yog'i endi Allohdan dedi. Endi Xudo xolasa biz ham yaxshi niyat qilib, Allohga tavakkal qilib bu operatsiyani qildirdik. Bitta ko'rsatib qo'yasiz, mana Ozodbek tikilgan yerlarni Xudo xolasa tiktirib, mana qo'llarlarni qildirdik. Endi bu yog'i endi Allohdan. Endi nima aytmoqchiman? Obunachilar, olayotganda imkon boricha garantiyali yerdan olinglar. Garantiyali yerdan. Endi bu gapim bilan men o'zimizdan olinlar demoqchi emasman. Imkon boricha tanish savdogardan olinlar. Nimaga hozir hamma ham emas u, ayrim bir dehqonlar ham savdogarlardan yomon bo'lib ketdi-da. Ayrim bir dehqonlar. Boshqa nomerdan telefon qilib qo'ysak ham, bu nomer bloklangan deverdi. Menimcha bu nomerda to'g'risi tashlab berganmi bilmayman. Endi bu yoq Allohdan obunachilar xudo xolasa mana shunday manfaatli video qilishga sizlarga ma'lumot berishdan to'xtamaymiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, aka, xolasa like tugmachasini bosib, maksimalni podpishka qilib turinglar. Kimda qanaqa savol bo'lsa, yo'qsa tuzalishiga bir haligi nima bo'ladi, sababini qo'shadigan odam bo'lsa, aytinglar, mana shunaqa narsalarni qilsangiz, xudo xolasa Allohim shifosini bersin. Yaxshi bo'lib ketadi deydi akalarimiz, kommentariyga yozinglar. Nima qilsa endi nima deymiz? Qanday maslahatlaring bo'lsa, kommentariyga yozib keting. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ya'ni ko'ramiz, qo'llab ko'ramiz. Endi tuzalishiga. Xudo xolasa endi yaxshi niyat qilib, Xudodan so'rab turibmiz. Obunachilar like bosib, maksimalni podpishka qilib turinglar. Xudo xolasa faqat oychani va sekin Ozodbek haligining ta'siri ham ketyapti shekilli. Albatta. Molalik bo'lyapti, sekin bezovta bo'lyapti. Narkoz ta'siri ketyapti janob. Hop, lekin yeyishdan to'xtagan yo'q. Mana haq-quruq somon beryapmiz. Endi doktor aytgani uchun quruq narsa berib turinglar, bu narsa bermanlar dedi. Quruq somon beryapmiz, shu quruq narsani mana yeyapti. Allohga shukr. Endi bu yog'i Allohdan, Xudo xolasa. Obunachilar, biz videolarimizga yakun yasaymiz. Kimda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga yozib ketaveringlar. Oddiyimizga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Keyin yana o'zgarish davomiyligini ham ko'rsatib. Xudo xolasa Ozodbek u narsani ham qo'yib ketamiz. Masalan, bir haftada birmi, O'zgarish jarayonini. Kunda birmi. Endi doktor aytdiki, aka, bu narsa 15 kun, 20 kunda tuzaladigan narsa emas. Hech bo'lmaganda kami 40 kun dedi. Kami. Eng kami 40 kun dedi. Bu yog'i 2 oy, 2,5 oygacha qarab ketib qolishi mumkin dedi. Hozir o'sha oshqozonni hali tekislangan o'shaligisi nima hisoblanadi? Oshqozondagi narsalar to'kilib ketganligining sababi doktor o'zi ham aytdi. Aka, shunaqa oshqozon to'kilib ketibdi, lekin molni qonni dam bo'lmasligi 50 ga 50 dedi. 50 ga 50. Endi biz tavakkal bir alaf ko'rdik. Balki bizovimizda to'g'risi yosh, lekin badani bor. Xudo xolasa endi balkim yengib ketar. Immuniteti kuchli qilib. Xudo xolasa tuzalib ketar. Endi Allohdan so'rab, akalar harakat qilib turamiz. O'zgarish jarayonini Xudo xolasa kanalimizga yuklab boramiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yinglar. Maksimalni podpishka qilib turinglar. Xudo xolasa sizlar uchun albatta harakatdan to'xtamaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar ekan.